Chelsea transferlarga Van Dijk tanqid ostida. Osiyo jamoalari hayratda qoldirmoqda. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz Bor Gap podcast YouTube kanalidasiz. Jahon chempionati tobora qiziqarli pallaga kirib bormoqda. Maydonlarda kutilmagan natijalar qayd etilmoqda. Yevropa grandlari qiynalmoqda. Osiyo jamoalari esa butun e'tiborni o'ziga qaratmoqda. Bugungi sonda Chelseaning yozgi transfer rejalari, Niderlandiya terma jamoasining muammolari, Osiyo jamoalarining mundialdagi ishtiroki va albatta O'zbekiston milliy terma jamoasidan kutilmalar haqida gaplashamiz. Avvalo Angliyaga yo'l olamiz. Londonning Chelsea klubi tarkibida muhim o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ispaniyalik himoyachi Marco Correaning Real Madridga o'tish arafasida ekani haqida xabarlar tarqalmoqda. Shu sababli londonliklar uning o'rniga munosib futbolchi qidirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Sporting himoyachisi Massimiliano Araujo Chelseaning asosiy nomzodlaridan biri bo'lib turibdi. Urugvayli futbolchi o'tgan mavsumda 47 ta uchrashuvda ishtirok etib, 7 ta gol va 6 ta golli uzatma muallifi bo'ldi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Chelsea nafaqat himoyada, balki hujumda ham jamoaga yordam bera oladigan universal futbolchiga ega bo'ladi. Endi e'tiborimizni jahon chempionatiga qaratamiz. Niderlandiya va Yaponiya o'rtasidagi bahs turnirning eng qiziq o'yinlaridan biriga aylandi. Uchrashuv 2-2 hisobda durang bilan yakunlandi. Ammo o'yindan keyin natijadan ko'ra bir futbolchi atrofidagi bahslar ko'proq muhokama qilinmoqda. Gap jamoa sardori Virgil van Dijk haqida ketmoqda. Niderlandiya terma jamoasi sobiq yulduzi Rafael van der Vaart tajribali himoyachining harakatlaridan qattiq tanqid qildi. U hatto van Dijkni burilishga qiynalayotgan Boeing 747 samolyotiga qiyosladi. Albatta bu qattiq tanqid. Ammo shu narsa aniqki, Yaponiya terma jamoasi Yevropa grandlaridan biriga qarshi juda yuqori saviyada futbol namoyish qildi. Umuman olganda bu mundialda Osiyo jamoalari o'zlarini juda yaxshi tomondan ko'rsatmoqda. Yaponiya Niderlandiyadan ochko oldi. Janubiy Koreya kuchli raqiblarga qarshi munosib o'yin ko'rsatmoqda. Boshqa Osiyo vakillari ham kurashchanligi bilan ajralib turibdi. Bir necha yil avval Yevropa Osiyo futbolini solishtirish qiyin edi. Bu safar tobora qisqarib bormoqda. Terma jamoamiz tarixda ilk bor jahon chempionati final bosqichiga yo'l oldi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo futboli uchun ulkan voqea bo'ldi. Albatta, debyutchi jamoadan darhol sensatsiya kutish noto'g'ri. Ammo bu terma jamoa o'z imkoniyatlarini allaqachon isbotlab bo'lgan. Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Oqsoq O'runov va boshqa yetakchilarimiz xalqaro tajribaga ega. Eng muhimi, jamoada ishonch bor. Hozir muxlislar o'rtasida turli fikrlar aytilmoqda. Kimdir guruhdan chiqamiz deydi, kimdir esa asosiy maqsad tajriba to'plash bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu jamoa allaqachon tarix yozdi. Endi esa ularning oldida yangi tarix yaratish imkoniyati turibdi. Shuning uchun terma jamoamizni tanqid qilishga emas, qo'llab-quvvatlashga harakat qilaylik. Chunki jahon chempionati kabi musobaqada har bir ochko, har bir gol, har bir yaxshi o'yin mamlakat futboli uchun muhim ahamiyatga ega. Aziz muxlislar, sizningcha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining ilk mundialda qanday ishtirok etadi? Guruhdan chiqish imkoniyati bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani faollashtirishni unutmang. Siz bilan Bor Gap podcast bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.